İsmim Zöhrə Əysa, yaxşımısınızlar? Mən hazır urug tuqqanlarımның üstüdən guvalıq verməkçi. Mən aldı bilən ürümçidəki tuqqanlarımның sözləb başlay gəpni. Mənim apam tərəfi tuqqanlar asasiyətdən həmisi ürümçi şəhər işçidən. Ürümçidə mən avval şu ürümçidəki tuqqanlarımdan başlay. Bu yaxdakı rəsmdəki bu benim apamның en küçük sınlısı oldu. İsmi Aygül Qasım. Bu küçük apam 2009 yıldaki 5 iyul vakasıga Gongchang'a ayollar namoyishiga to'plashib namoyish qatnashganlik vaqtida qatnashganlik uchun 6 yillik turmaga kesilgan. Gerçi jazo muddati tushib uyga qaytib chiqdi. Bir mezgil uyda kuzatildi. Anondan keyin yana qaytadan bu Xitoy tajovuzchilari kichik opamni lagerga tarbiyalaymiz degan bahona bilan akirib ketdi. Hozir 2 yilga oz qoldi. Tehi qo'yib berilmadi. Yenadiki bu kichik opamni yenadiki Abdusalam Qasim bo'ldi. Mushu Aygül Qasimning inisi. Bu akimizni hozir 6-7 ay bo'ldi. Bu akimizni hech qanday sababsizla lagerga tarbiyalashga akirib ketdi. Bu kichik Aygül kichik opam Ürümçi Zappar oilalar binosiningki 6-qavatda o'tirdi. Bu Abdusalam Qasim akimiz Ürümçi dehqonchilik nazoratining ichida, oilalar qo'rosining ichida o'tirdi. Anondan keyin bu mening bir navr singlim Fatima Abdurashid bo'ldi. Bu singlim Qumulda tug'ilib, Qumulda cho'ng bo'lgan. Keyin Ürümchiga o'qishga chiqib, Ürümchida xizmat qilib, ashada to'y qilib, ashada turgan. Dastlabda yo'ldoshini hech qanday sababsizlar tutib akir ketdi, lager debla. Hamda hozir men o yo'ldoshining rasmini topolmadim. Faqat mush singlimning rasmini topdim. Yaqinda bu singlimga hozir 8-9 ay bo'lib qoldi. Lagerga akirib ketdi, tarbiyalashni bahona qilgan bilan. Bularning 2,5 yoshlik bolasining xabari yo'q. Apslan bilan akirib ketilganmi yoki kim qarayotdi? Hech qanday xabar yo'q. Biz xabarini ololmadik. Shundoq bo'lib, mening 3 tuqqanim Ürümchidanla lager tarbiyalash degan bahona bilan tutib akirib ketildi. Hech qanday izdirki bo'lmagan, 1 yilga yaqin hech qanday izdirki bo'lib baxmadi. Lekin yaqinda telefon kep Abdusalam Qasim degan akamizni ko'ringlar deb ko'rishtirmiz deb chaqiribdi. Chiqib tuqqanlar chiqib ko'rishib qarsa, bir tera bir ustaxon u tamoq yegan, suv ichgan odamdek emas, ashundaq darajada oldiga chiqib, o gap qilgandakmi, oli yo'q, nayti jig'izorlik bilan ko'rishib qaytib kiribdi. Shu bir qatim ko'rishtiribdi. Endi men mening dadam tarafning tuqqanlari hammasi Qashqar tarafda. Dadam tarafning tuqqanlariniki hozir lager banasi bilan tutilgan, turmaga kesilganlarning soni 20 dan eshib ketgan. Men bu hozir chetga chiqib ketgan 8-9 yil bo'lib qoldi. Ular bilan onun ustiga Ürümchilik vaqtimizda ular Qashqar tarafda bo'lgandikin toza cho'nglarni to'nsam, kichik bolalari yang to'yqanlarni ancha to'nib bilib ketolmaydi ekanman ismlarini. Hozir izlanib ashlarning rasmlarini bo'lsa-mu topay desam-mu, rasmlarini topolmadim, lekin hammasining ismlaridan topdim. Men shu ismlarni o'qib beray hozir. Qashqar Nizarbog' yezisi 2-duy deydi-ki, o turuq tuqqanlarimning o'tirdigan yerini. Abdurashid, Abduriyim, Ablikim, Abduriyim, aki inishkisi bular. Shu Qashqarda choy chorva shirkati deb shirkat qurib, nayt tiz nam qazanib, hali o'zi bir shaxsiy egilik tiklaganlar o'z oldiga. Ularni shu hech qanday maqsadsizlar aramga berib ajiqib kelding. Ondan keyin bular bolalarni Misrga chiqib o'qitgan. Shu sababidan tutib ektildi. Ekitib Abduriyim degan akimiz hozir Jazar lagerda o'g'li Abdusami bilan birga. O'g'li Abdusami tehi 18 yosh kirmagan bola, 17-16 kirib qolgan.
Anandan keyin inisi Abdukim Abdurayim bilan onun ayoli Gulbahar familiyasini topamadim. Bularnimi shu haram gibi acıqıp kepsizlar, ballarni qanunsuz Misrda o'qitibsizlar degan bano bilan Abdukim Abdurayimga 6 yillik jazo muddati, ayoli Gulbaharga 7 yillik jazo muddati kesib etgan. Yana bularning kichik inisi Hoji Akbar degan inisini ikki o'g'li bilan Ilhomjon va Ilyosjon degan ikki o'g'li bilan birga hozir lagerda tarbiyalash deb tutib ketgan. Hech qanday xabari yo'q hozir qadar. Men hozir qadar mush Qashqardagi tuqqanlarimdan mushunchiliklarningki ismlarini topdim, rasmlarini topolmadim. Lekin aloqalashyapman, rasmlarini o'zim topay deb. Agar tepib qolsam, men cho'qim rasmlarini yana yo'llayman. Lekin bu tuqqanlarimningki Misrdan o'qiyotgan bolalari qaytib kelib Turkiyada ular. Biz ularla ko'rishdik, mush opanglarning, dadanglarning ishlarini biz deyli, oshkorlayli dedik, desak, u bolalar biz aytib bo'ldik, biz yuqori yo'lladik, hamma narsalarni dedi, rasmlardan tortib berdik deb shunga. Men faqat men ismlarini o'qib berdim. Agar lozim bo'lsa, cho'qim rasmlarini topadiganga men keyincha to'liqlab berman. Yuqorida so'zlab o'tgan tuqqanlarim men hozir qadar men o'zim bilgan urug' tuqqanlarimning uchurlarini men guvohlik berdim. Anglab berganinglarga hammanglarga rahmat. Ham sizlardan shuni o'tinaman. Barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarim, hammamiz qo'limizni tutib, tang birlikda mushundaq ahvollarni guvohlik bersak, shu bechora qarindoshlarimiz uchun, bechora lagerdagi qarindoshlarimiz uchun, turmalardagi qarindoshlarimiz uchun hammamiz o'rnimizdan tangli turib guvohlik bersak degan umidim bor. Rahmat sizlarga.